안녕하세요 여러분. 부gun koreyscha meykap qilib ko'ramiz. Mana shunday. Şöyle oldu. Endi buni rastuşavaychi qilamiz. Shunday shaklda hozircha bo'lyapti. Yuzim shu shaklda bo'ldi. Endi koreyskiy mana braundlab bilan ko'zimizni ular bunaqa ozgina och ranglardan foydalanishadi-ku. Shunaqa qilamiz biz ham. Koreyskiy makiyajda yaltiroq olmazsa olmazimiz tush. Endi mana bu salon qalami, knowledge oттенкli qalami yordamida ko'zimizni taglarini ega size chizishga harakat qilib ko'ramiz. Taka biza karis emas, u qovog'imiz tagi ham yo'q-ku, lekin bir harakat qilib ko'ramiz. Ma'lumot o'rinda aytib o'tib ketsam, men bu koreys tili yo'nalishini bitirdim qizlar. Bunday qilib mana chizish kerak ekan. Ko'zimiz tagidagi xaltacha bor o'shatdi. Podvodka o'xshadim. Podvodka ham yo'q, qalamda bir amallaymiz. Bittada o'xshadi desam ishonasizlarmi? Ortaga shu yoqqa keyin shu yoqqa qoldi. Keyin nima qilyaptilar? Muhimi labimiz chekkasi bo'lmasa kerak. Endi blesk. Shu bilan koreyskiy makiyajimiz ham tayyor bo'ldi. O'xshadimi? Men yaxshi ko'raman. Всем пока.